Urmasin, ajratsa-chi nobili. Toshkentda bir guruh shaxslar jamoat tartibini buzib, fuqarolar tinchligini izdan chiqarib, qonun ustuvorligiga tahdid soluvchi bir qator noqonuniy harakatlarni amalga oshirib kelgani aniqlandi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbirlar natijasida Toshkent viloyat Chirchiq shahri hududida bezorilik harakatlarini sodir etgan ko'cha usullari orqali turli masalalarga noqonuniy aralashib kelgan uyushgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Guruh yetakchisi Saidov Ikrom Erkinovich 1988-yilda tug'ilgan, laqabi Ikrom Buxarskiy. Uning ukasi Saidov Islom Erkinovich 1990-yilda tug'ilgan, laqabi Islom Buxarskiy. Ular birgalikda Chirchiq shahrida joylashgan Farmonov Mirzohid Shuhratovичga tegishli kafega bostirib kirib, o'rtalarida oldindan mavjud bo'lgan kelishmovchilik sababli o'zaro janjal chiqarib, uni urib do'pposlab tan jarohati yetkazishgan. Kafe egasi Mirzohid ham qasd olish maqsadida Bektemirov Eldor Uroqovich bilan jinoiy til biriktirib, aka-ukalarni ko'chada urib do'pposlab bir ahvolda tashlab ketadi. Mazkur shaxslar o'rtasidagi kelishmovchiliklar doimiy tarzda davom etib kelgan. Ular guruh bo'lib, atrofiga sport bilan shug'ullanib yurgan bezorlarni to'plab, uyda, ko'chada, ishxonasida bir-birini urib tan jarohati yetkazib, jinoiy harakatlarni sodir etib kelgan va bu keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan. Bundan tashqari ushbu ikki guruh a'zolari bo'lgan Bayzbayev Umidjon Zafar o'g'li, Suvonov Qurbonali Nosirovich, Rustamov Azam Mansurovichlar jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan, soxta obro' orttirish maqsadida bir guruhga birlashib, hech qanday sababsiz bir nechta fuqarolarni kafeda urib do'pposlab tan jarohati yetkazib kelishgan. Shuningdek, ular ba'zi fuqarolarni erkiga xilof ravishda majburan o'g'irlab ketishga urinishgan. Shu bilan birga mazkur jinoiy guruh a'zolari 17 nafar fuqarolarni aldab, soxta shartnomalar tayyorlab, ularning nomiga 30 million so'mgacha kredit mablag'lari olishib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A, G bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Hurmatli fuqarolar, mazkur jinoiy guruh a'zolari tomonidan sizga yoki yaqinlaringizga nisbatan tovlamachilik, zo'ravonlik va tahdidlar orqali pul undirish, shuningdek xizmatlarni tekinga bajartirish kabi jinoiy harakatlar sodir etilgan bo'lsa, ushbu shaxslardan jabr ko'rgan fuqarolardan ichki ishlar organlariga murojaat qilishlari so'raladi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, qonuniy choralar ko'riladi va shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.